Assalomu alaykum akalar, salyut, salomatmisizlar? Kulgulation kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p akalar, bugungi rolikimizda sizlar bilan birgalikda ko'ring, faqat yig'lamang rubrikamizning ikkinchi sonini Javohir bilan birgalikda yozib olishga qaror qilganmiz. Javohirjon, bir nima deng? Ha do'stlar, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qandaysizlar? Kayfiyatlar yaxshimi do'stlar? Kayfiyat zo'r bo'lsa, bugun xudo xolasa shuni tushirishga harakat qilamiz. Ko'p yana bilmadim endi ko'zimizga yosh oladigan videolar qolganmi, yo'qmi? Bular ham o'sha og'a tashlagan videolarning davomi akalar. Bugun shuni ko'rib qo'yamiz. Sizlarga yoqadigan umiddamiz. Like bosib qo'yinglar akalar. Boshladik. Ha. O'tgan safar mana shu videoda to'xtagandik, o'sha joydan davom etamiz. Bo'l. Homilador bo'lganini aytishyapti. Yozib qo'yibdi. Jallod. Voy, akalar, o'zgalarning quvonchini ko'rish bu umuman boshqa narsa, to'g'risi. Lishni oilaviy ko'payishda bu juda ham boshqacha bo'ladi. Akalar, men o'zimni birinchi safarimni eslaydigan bo'lsam, to'g'risi, men yig'laganman. Baqirib yig'laganman, to'g'risi. Endi o'zingizlar tasavvur qilinglar, sizlar bolasizlar, sizlarning bolanglar bo'ladi. Boshqa narsada buni tushuntirib berib bo'lmaydi. Xudo xolasa inshaalloh hammaga nasib qilsin shunaqa kun. Joninglar sog' bo'lsin. Ha. Bular men lekin mana shularga qoyil qolaman. Amerikanslar yo Yevropadagilar anu hamma emotsional bo'ladi. Emotsiya ham nimadir uyushtirishadi-da. Shu narsalarni qarang, emotsiya berib, maza qilib, esda qolarli qilib. Bizda test olib keling, meni tekshirib ko'radi, siz ertagadan ham bilasiz. Ha, nima ekan, bo'yimda bor ekan, turadi. Yo, akalar, bular umrini har bitta momentidan unumli foydalanishga va o'sha momentni esda qoladigan qilishga harakat qilishadi. Bular yashashni biladi akalar. Endi bizga bilasizlar, bizda qanaqa? Bizda bola chaqa, uy, joy, mashina, kredit yuraveradi bechora odam. Keyin soatga qarasa, o'zi yoshi 60 dan oshgan, tepadan o'zi qo'ng'iroq bo'lgan, tayyorlangan. Tavba qildim, astag'firullah. Yo, endi-da prosta aytyapman-da akalar. Ha. Voy. Voy. Xizmatdan Buni qara, yig'lavordi. Voy. Dadari. Jallod. O'sha gap akalar, bular yashashdi bular. Ota bo'lish baxti bu boshqacha narsa. Javohir, xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsa, ilohim senga ham nasib qilsin, shunaqa anolar bu umuman boshqa narsa.
ko'chadan uyga kelgan paytingda kimdir oldinga dada deb yugurib chiqib bo'yningdan quchoqlasa, ishon butun dunyoni atom bombalarini ustingga tashlasa ham senga ta'sir qilmaydi shu narsa. Shu daraja kuch, shu daraja bu energiya, ben bu narsani tushuntirib bera olmayman. Bola chaqali insonlar hammasi juda ham yaxshi tushunadi bu narsani. Javohir ilohim ko'rasan, xudo xolasa. Nasib ko'rasan. Sud zalida ota qizini. Мистер Расмуссен, вы не отец девочки. Asl otasiligini isbotlashga keldi. Ammo DNK tahlillari manfiy chiqdi. Мисс Миллер, Voy onasini ham san. Voy. DNKsi biologiga otasi emasligini aniqlasa, uni xotinini xursandligini qarang. многовато Вон я эмоций, кто. учитывая, что настоящему отцу девочки, видимо, наплевать на вас и вашего ребенка. Простите, много эмоций. Вы только что показали свои приоритеты. Чему вы радуетесь? Круто, я мать-одиночка. Никто не любит ни меня, ни моего ребенка. Вы этому радуетесь? Нет. А по-моему, да. Он разбит, потому что любит этого ребенка. Я здесь день за днем наблюдаю одиноких женщин, которые надеются, что мужчина проедет хотя бы 16 миль, чтобы увидеть своего ребенка. Этот мужчина проехал 160 миль. А вы не можете в себе найти хотя бы немного сочувствия, если не к нему, то хотя бы к своей дочери? Ей же всего 3 года, а теперь надо как-то сообщить об этом ребенку. А вы тут ликуете, будто это спор. Это жизнь ребенка. Bunaqalar ham bor-da. Bunaqa ho'kizlar ham bo'ladi-da, Javohir. Dunyo har xil. Allohim hammani har xil yaratgan. Endi bo'ladi-da bunaqa odamlar. Bu quvonib yotibdi. Ana bechara yig'lab o'tiribdi, "Oy, meni qizim" deb. Ay, ona. Не все животные плохие. Hamma hayvonlar ham yomon emas degan video keyin. Hayvonot bog'ida maymun. Voy! Telefoni chiqib ketsa qo'yib beryapti unga. Okay. Hayvonni qarang, onasini inson. Odam bo'lsa olib ketadi shuni. Odam bordir, odamlarning naqshidir. Odam bordir, hayvon undan yaxshidir deydi. Ha. Shunaqa. Kek etti bu çaldı yaptı. Vay! Erkek baribir erkak, qaysi yoshda bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham baribir boshqachada akalar bu narsalar. Albatta, albatta. Kambag'al Mazur was amazed in the laundry room. Ana kir yuvadigan joyda kambag'al ona kir yuvgani kelgan shekilli. Kir yuvgani kelgan. Voy, boshqa kiyim yo'q ekan. Pampers. Bechoq. Sizlar tushunyapsizlarmi sizlar? Onangni emmagur hozir odamlar menda Malibu bor, menda elektromobil yo'q deb siqilayotgan paytda Pampers topib quvonib turgan odamlar bor, tushunyapsizlarmi? Jallod, bu qanaqa kuchli, bu daraja kuchli videolar.
Kim yig'gan ekan shu videolarni? Maqtab qo'yaylik o'sha odamni. Maqtab qo'yaylik, like bosib qo'yinglar. Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Juda xafaman. Şu an oruç tutuyor. Şu anda roza tutyapti. Kabul olur mu? Rozasi qabul bo'ladimi? Voy. Men bilmayman bu qanaqa odam bo'lish kerak, qanaqa qilib farzandni tashlab ketish mumkin. Ayol-ku mayli, okey. Gaplar olishmagandir, anavi qilishmagandir, bir-biriga to'g'ri kelmagandir, lekin bolada nima ayb, anavi bola 3 yoshli bola, 3-4 yosh bordir o'sha bola, yo 5 yosh. Qanaqa udar bo'ladi unga, qanaqa zarba bo'ladi? Ko'chada hamma ota-onasi bilan aylanib yurgan paytda bola bitta o'zi chekkada qarab, ko'z yosh to'kib tursa, bilmayman, men bolani tashlab ketish uchun qanaqa odam bo'lish kerakligini bilmayman-da men, akalar. To'g'ri aytishinglar mumkin, sharoiti to'g'ri kelmagandir yo boshqa narsa bo'lmagandir. Ey! Bola bitta ho'kiz yemaydi-ku, onangni yemagur. Yeydigan narsasi mashincha narsa, mashincha. Bilmayman men, bolalarini tashlab ketadigan odam qanaqa odam bo'lishi kerakligini bilmayman men. U bolani tashlab ketgandan keyin o'zi uchun qanaqa hayot qura olishini men tasavvur qila olmayman. Bola bu oliy ne'mat. Unaqalarga foydasi yo'q. Ular bu narsalarni o'ylashmaydi-da. Yana qizni qara. Gapirayotgan gapini qara uni. Onangni emmagur. Ben bu hozirgi videoni tushundinglar, ko'rdinglar. Tushundinglarmi nima bo'lganini hozir? Sizni olayotgan hayot kimnidir orzusi bo'lishi mumkin degan narsani ko'rsatib berdi bizga. Kimnidir oyog'ida qovushi yo'q, Farzandi bor. Kimnidir hamma narsasi bor, farzandi yo'q. Bilmayman, men shunaqa videolarni har kuni ko'rgan paytimda men mazam qochadi. To'g'risi akalar tushuninglar. Endi videolarda boshqacha ko'rinishimiz mumkin, lekin hammamiz odammiz. Okay. Даже kameraga olib turgan odam yig'layapti, to'g'ri. Yig'laysan-da, uning qo'lida nonmi? Aqli zaif ayol va uning o'g'li Muhammadning hikoyasi. Saudiyada shifokor bo'lib ishlaydigan bir ayol aytadi. Bir kun oldimga 30 yoshlar atrofida bo'lgan Muhammad ismli bir kishi keldi. U bilan onasi bor edi. Uni qattiq ushlab olgan edi, chunki u undan qochib ketmoqchi edi. Bu ayol ro'molni yechib tashlab yuborar edi. U esa olib kiydirib qo'yar edi. Bu ayol uni urib, qo'lni tirnab, yuziga tupurar edi. U esa javoban tabassum qilib qo'yar edi. Onasi xonaga kirdi va ro'molni yechib uloqtirib yubordi va aqldan ozgan odamlarga o'xshab kulishni boshladi.
U shifokorning stoli atrofida aylanib yurar edi. Shifokor Muhammaddan so'radi: "Kim bu ayol?" "Onam" deb javob berdi. Unga nima bo'lgan? Aytdiki, u aqldan ozgan holatda tug'ilgan. Unda u seni qanday tug'ilgan dedi. Aytdiki, bobom uni otamga turmushga bergan. Alloh unga o'g'ilni berishi uchun ekan. Otam unga uylanib, birinchi yiliyoq ajrashgan. Onam menga homilador bo'ldilar va meni dunyoga keltirdilar. Va 10 yoshimdan beri men unga g'amxo'rlik qilib yuraman. Men u uchun ovqat tayyorlayman. Agar uxlagani yotsam, oyog'imni uning oyog'iga bog'lab qo'yaman. U qochib ketsa-yu, keyin uni topolmasligimdan qo'rqib, "Nega uni olib kelding?" dedi. Aytdiki, uning diabeti va biroz issiqligi bor. Onasi esa bu payt kulyapti va menga kartoshka ber deyapti. U esa cho'ntagidan kartoshka olib onasiga berdi. U uning yuziga tupuryapti. U esa kulib yuzidan artib tashlayapti. Shunda shifokor so'radi: "Bu ayol onang seni tanidimi?" U aytdiki, "Allohga qasam, men uning o'g'li ekanligimni bilmaydi, lekin meni yaratgan zot u mening onam ekanligini biladi." Shunda onasi bu bolaga aytadi: "Hoy bola, sen yolg'onchi ekansan. Nega meni Makkaga olib bormading?" U televizorda Makkani ko'rib qolgan edi. U aytdi: "Payshanba kuni ona." Shifokor undan so'radi: "Uning bo'ynidan soqit bo'lgan bo'lsa ham, uni olib borasanmi? Uni umraga olib borasanmi?" U aytdiki, "Har safar u Makkaga borishni xohlasa, men uni olib boraman. U men qilishga qodir bo'lgan biror narsani xohlasa-yu, men u xohlagan narsani qilmaslikni xohlamayman." Keyin u onasi bilan xonadan chiqib ketdi. Va shifokor eshikni yopib, qattiq yig'i bilan yig'lashni boshladi. Va aytdiki, "Men ota-onaga yaxshilik haqida eshitgan edim, lekin onasi uni bolasi ekanligini bilmagan erkakni, butun hayoti onasining oyog'i ostida bo'lganini, unga Alloh bu go'zal yaxshilik sahifasini yopmagunicha yaxshilik qilganini ko'rmaganman. U uni aqldan ozganlar shifoxonasiga berib yuborishga qodir edi, lekin u unga o'zi g'amxo'rlik qilishni ixtiyor qildi, unga jannat eshiklari ochilishi uchun. Allohim bizni fazlingdan mahrum qilmagan." Эта мать открывает... Bilmayman ben gapir o'zi. Menimcha hamma o'zi tushundi, xulosa qildi. Prosta anaqa odamlar ham bor-da, bor-u, anu ota-onasini jerkib xullas. Shundaylar vakil. подарок, пока ее дочь, втайне от нее вернувшаяся со службы, стояла сзади. И когда мать открыла подарок, она поняла, что это зеркало. И сначала не поняла, зачем ей его подарили. А потом ее спросили, кого она там видит. И вот ее реакция. Nimani ko'rdi u oynada? Qizini. Orqada turgandi. O'ylashganini qarang buni. Voy. Я хотел вам замок установить. А? Замок хотел установить вам. Да, сейчас я развяжу веревочку. Zamok yo'q ekan, ipda baylab qo'yishgan ekan. Спасибо, госпожа, у меня таких соседей, да. Вам сколько лет? Вам 95, да? 94. 94 yosh ekan. Voy. Kichkinagina akalar, kichkinagina sovg'a ham odamga bitmas, tuganmas emotsiya berishi mumkin. Oddiy misol, eshigini ruchkasini qo'ya olmaydigan odamga qulf qo'yib beryapti. Qaranglar qanaqani bu ham. Shart emas u обязательно millionlab dollar berib, yo ming dollarlarni berib, yo nimadirlarni olib kelib qo'yib, qo'ldan kelgancha qilsa bo'ldi. Bu ham odamga qanaqadir yaxshilik. Aytishadi-yu, men millioner bo'lsam hammaga yordam berardim. Hozir qiling o'shani, imkoningiz darajasida qiling, millioner bo'lishni kutmang. Hozir imkoningiz bormi? Kimgadir qanchadir berish, ko'rdingiz, qo'shningiz yo boshqani. Baribir hayotda hamma ko'radi. Bu xati yo'q deganda bir oyda bir marta ko'rasizlar muhtoj odam. O'shaga imkon darajasida yordam bering, bo'ldi. Bitta gap aytaman, mana oddiy misol. 1 so'm, masalan 1 million so'm borib
qayergadir xayriya qilsangiz javob beraman men sizga. Bu isbotlangan narsa, постоянно e'tibor beraman shu narsaga. 3-4 barobar bo'lib qaytadi o'sha narsa. Tushunyapsizlarmi? To'g'ri. 10 barobar bo'lib ham qaytishi mumkin. Bu qaytadi. Bu narsa qaytadi. Qarab turibdi. Tepada u, pastda emas u. Ko'radi u hamma narsani. Berish kerak, anun qilish kerak. Qo'ldan kelgancha hech narsa ketmaydi-yu. Onang nima ko'r. Mayli bir chekkada qancha xayriya qila olasiz, qancha yordam qila olasiz. Qo'lingizdan kelgancha qilsangiz bo'ldi. Bu qaytadi har bitta narsa o'zingizga. 2 yashar singlisi oqqon kasalligiga uchrabdi. Akasi donor bo'lishiga to'g'ri kelar ekan. Xursandligini qarang deydi. yashar bolada shu dard. Aşkım. Dünya Avukatlar Günü kutlu olsun. Kimin avukatıyım acaba? Evlenmeden önce ailene karşı beni asla bulmadın. Butun dunyo advokatlar kuni bilan tabriklayman dedim. Kimga advokatlik qilibman dedi. To'ydan oldin uyindagilarga qarshi chiqib meni oqlagansan-ku deyapti. Men orzu qildim. Dedim televizyonumda ko'rsatlayni. Sog'indim. Sog'indim. Boqib qoldim rasmiga. Yig'lab ovindim. Kelgan kunlarga hidlab. Qo'limni sog'indim. Boqib qoldim rasmiga. Donimda Junatsu. O'zi sog'inib yosh bola eng pokiza ko'ngilli, pokiza qalbli inson shu yosh bola bo'ladi menimcha. Ko'nglida g'araz yo'q, kir yo'q, yomonlik qaramaydi, yomonlik kutmaydi. Qiz bola tem bo'ling. Babacığım yemek yiyecek misin? Evet. Elo sen? Ben yemeyeceğim. Sen zaten babam Kızım ovqatlanasanmi desa, ha dedi. Onangchi desa, onasi men yemayman dedi. Siz shundoq ham dadam umrini yedingiz deb qo'yadi. Bizi ham o'ziga o'sarkan, o'ziga qo'sharkan. Gap yo'q. Shuning bilan akalar. Ha, akalar mana ko'rdinglar, qisqacha bo'lsa ham normalniy, maroqli bir videolar bo'ldi degan umiddamiz. Kechiringlar akalar, biza kimnidir yig'latish yoki kimnidir xafa qilish unaqa niyatimiz yo'q. Lekin bunaqa narsalar ham kerak. Kerak, mayli ozgina odamga ta'sir qilsin, lekin o'sha narsa ta'sir qilsin shu oz odamga ham. Yaxshi bo'ladimi deyman-da. Hammalarga rahmat. Ko'rib kuzatyapsizlar, like'larni bosyapsizlar, obunalar bo'lyapsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. To'xtamanglar obuna bo'lishdan, like bosishdan va akalar, boyagi gap. Hayotda kimgadir qandaydir yaxshilik qilsanglar, albatta u yaxshilik qaytadi sizlarga. Ha, shunday. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Yaqininglarni ehtiyot qilinglar. Xayr. Xayr.